Yurtimizda yoshlar salohiyatini yuksaltirish, ularni jismonan baquvvat va ma'nan barkamol etib tarbiyalash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bu borada talabalar o'rtasida sportni ommalashtirishga qaratilgan yangi tashabbuslar hayotga tatbiq etilmoqda. Ana shunday yirik loyihalardan biri Yangi O'zbekiston talabalari olimpiadasi hisoblanadi. Mazkur musobaqa nafaqat yoshlarni sportga keng jalb etish, balki ular o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, iqtidorli sportchilarni kashf etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mavzuni poytaxtimizdagi Aju universiteti misolida davom ettiramiz. Oliygoh talabalarga nafaqat ilm beruvchi, balki ularning ijtimoiy faolligini oshiruvchi, iste'dodlarini yuzaga chiqaruvchi muhim maskan hisoblanadi. 2020-yilda Janubiy Koreya bilan hamkorlikda tashkil etilgan Adju universiteti ham ana shunday muhim maskanlardan biri hisoblanadi. Adju universiteti talabalari nafaqat ilm olish jarayonida, balki ommaviy sport musobaqalarida juda ham faol bo'lib, ular turli sport tadbirlari, talabalar o'rtasidagi ommaviy musobaqalarda ham yuqori o'rinlarni egallab kelishmoqda. Yangi O'zbekiston talabalar olimpiadasining universitet bosqichi Adju universitetida ham qizg'in davom etmoqda. Oliygoh talabalari 7 ta sport turi bo'yicha o'tkazilayotgan ushbu kompleks musobaqada faol ishtirok etib, ta'lim olishda ham, sport raqobatida ham faol va ilg'or ekanliklarini namoyish etishyapti. Hamma sport turlarimiz mavjud bo'lib, hamma sharoitlar yaratilgan. Bundan tashqari, mahalla yoshlariga ham imkoniyat yaratib berilgan. Mahalla yoshlar kelib, taekvondo, gimnastika, kurash, futbol sport turlaridan qatnashib keladi muntazam bizda. Yana Yangi O'zbekiston talabalar olimpiadasi musobaqalarida hududiy bosqichida voleybol komandamiz chiqdi. Xudo xolasa birinchi o'rinni olamiz degan umiddamiz. Universitetning futbol jamoasi turli havaskor ligalarda ishtirok etib, yuqori o'rinlarni egallab kelishmoqda. Bugun esa universitet hududida yangi futbol maydoni qurib foydalanishga topshirildi. Ochilish marosimida universitet rahbariyati, sport vazirligi mas'ullari va faxriy futbolchilar ishtirok etdilar. Zamonaviy maydonning ishga tushirilishi talabalar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Yoshlar sport bilan majburiyat sifatida emas, balki chinakam qiziqish va shijoat bilan shug'ullanishmoqda. Oldin ham professional futbolda o'ynaganman. Keyinchalik universitetga kelgandan keyin shunday shart-sharoitlar bo'lgani uchun shu universitetni professional ligasida yana o'zim o'ynadim. Ikkinchi ligada ham qatnashdi. Yaxshi natijalar qilib, 4-o'rin bilan yakunladik. Bu yil xudo xolasa Toshkent viloyat 2-ligasida o'ynamoqchimiz. Mana stadionimiz ochildi. Xudo xolasa yangi stadionda yangi natijalar qilamiz. Universitetdagi talabalarni biz doimiy ravishda sportga jalb etamiz. Ularni bo'sh vaqtini sport bilan qamrab olib, ularni o'sha sport bilan shug'ullanishlari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratib berib kelmoqdamiz. Xususan o'sha Yangi O'zbekiston talabalar musobaqalarining yo'nalishlari bo'yicha yakuniy qismlari ham bo'lmoqda. Albatta, sport bilan shug'ullangan insonning aqli o'ta kuchli bo'ladi, chunki u sog'lom fikrlaydigan inson bo'ladi. Shuning uchun ham Adju universitetida doimiy ravishda mana shu sportni rivojlantirish, sportga katta e'tibor berib kelmoqdamiz. E'tiborli jihati Adju zamonaviy sport majmualari soni jihatidan poytaxtdagi boshqa ta'lim muassasalaridan ajralib turadi. Jumladan universitet hududidagi stol tennis majmuasida ham barcha sharoitlar yaratilgan. Bugun yana bir muhim obyekt Penchaksilat majmuasi ham rasman ish boshladi. Bu esa ushbu sport turi ixlosmandlari federatsiya hamda universitet jamoasi uchun muhim voqea bo'ldi. Ta'kidlash joiz, bu yerda nafaqat Penchaksilat, balki boshqa yakkakurash sport turlari bo'yicha ham mashg'ulotlar tashkil etish mumkin. Ushbu sport turi o'zining nozik texnikasi va himoya usullari bilan yoshlar orasida tobora ommalashib bormoqda. Marosim davomida sportchilar tomonidan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Ta'kidlash joiz, xalqaro darajadagi har bir katta-kichik natijalar avvalo yoshlarning qiziqishi va talablari inobatga olingan jamiyatdan boshlanadi.